Bezdenligi suvda davo ishga qabul olamiz deydi. Hozir ne ko'p, ish so'raganlar ko'p. Mana buni bekorchi do'stlarimga zo'r yangilik deya olaman. Assalomu alaykum o'zim do'stlarim. Hurmatli mekendoshlar, jalb mozor amastar va biz uchurda Qirg'iziston Qorasuv shahrimizda Qorasuv bozoriga yaqin yerda joylashgan ushbu naski chiqarib turgan cho'ng bir seximizga, ya'ni sizlarda ishga qabul olar ekanmiz do'stlar. Eng boshqisi ayollar dedilar, plus do'stlar erkaklar dedilar. Yoshlari 17 yoshdan 45 yoshga cheyinki bo'lgan ayollarni jana erkaklarda pulli ishga qabul olamiz. Ko'p to'lagan do'stlarim telefon nomerlariga shoshilib qoladi ekanda, baylanish uchun telefon nomerlari 0227 01 00 00 0227 01 00 00 do'stlar, shu nomerlarga keyingi qaylarlar. Eng boshqisi maqa jaqqan yerlari bu seximizda ayollarning bo'limi отдельный bo'lsa, erkaklarning bo'limi отдельный ekan do'stlar. Ya'ni bir-biridan aralashmagan holatda bu yerda bir ko'p turli ishlarimiz bor ekan. Kimdir upakovkada ishlaydi ekan, kimdir bo'lsa dazmolda ishlaydi ekan, kimdir bo'lsa shunaqa apparatlarimizni ishlatayotgan. Bu yerda ayollar qadali, erkaklarga dala shunda ishlar tavlat ekan. Ham oyliqlarga kelib turgan bo'lsak, aytilgan nomerlarga chalib, yangi ma'lumotlarni olsangiz bo'ladi. Bu yerda oyligimiz har xil bo'lar ekan. Kimdir oylik oladigan, kimdir misol uchun o'zining ishini qarab oladigan, kimdir bo'lsa shtugiga qarab, o'zing yerda men aytganga qarab, misol uchun haligi harakatingizga qarab go'yib solsa bo'laveradi turgan, buyursamda yaxshi pulli ish deyapti do'stlar. Mana kelib qiziqqanlar yengil ishlasa bo'ladi ekan. Ish rejimlarimiz kunduzgi rejimga do'stlar, erkaklar 8 dan 8 gacha ishlasa, ayollar esa 8 dan 7 gacha ishlaydi ekan do'stlar. Bu joqda ko'rtasizlar, ayollarning отдельный bo'limi bir-birini aralashmagan holatda, misol kimdir dazmol, kimdir upakovka qilyapti. Endi bu yerda ishlagani meni stajim yo'q, borsam bo'lavi degan do'stlarimga ova kelaveringizlar, kelib shu yerda o'rgatib, shu yerda mana ishlarimiz topilar ekan. Bo'y qolsa отдельный tema do'stlar, ushbu spetsiyalniklarimizni tushunadigan, ya'ni stajlari bor, ish boshqaruvchi ham bo'lsa do'stlar, uni oylig'i bo'lecha bo'lar ekan, ish boshqaruvchini ham ishga olaveramiz ekan do'stlar. Uzoq emas, qanday bo'ladimi, tomoq berasinglar degan do'stlarimizga ova bir mahal abitlari ham bor ekan do'stlar. Jatoqxonasi yo'q ekan, o'shandaqdan ertamanki 8 dan 8 gacha, jabol bo'lsam 8 dan 7 gacha bemalol ishlab kelsalar bo'lar ekan. Pul degan do'stlar, Qorasuv shahrimizga, ushul elimizga misol foydasi tegib turgan bir shunaqa seximiz bor ekan, bilmay yuribmiz ekan do'stlar. Ammo tomoq temasi, abed qanday bo'ladi degan do'stlarimizga bir mal do'stlar abedga tomoqlari shuni ichida bor ekan, jatoqxonasi yo'q ekan, o'shandaqdan ertamanki 8 dan 8 gacha, jabol bo'lsam 8 dan 7 gacha yengilab kelib ishlab do'stlar aqshanglarda olib ketsangizlar bo'ladi ekan do'stlar. Bu yerda mana namoz o'qishlariga sharoitlari bor. Eng boshqisi daha qaytarayim do'stlar, ayollar, erkaklar отдельный bo'lsa bemalol o'zining ishini qilib, shunaqa tirikchilik qilib, do'stlar elga foydasi turgan shunaqa sonun jangli bo'lib turdi. Hozir adreslarini chiqib ketishdan burun regionlarda savdo qilib yotgan do'stlarimizga ham sonun janglikda hozirgi moda bo'lib qolgan Ancloud deysizlar, Leningiz deysizlar va shunday o'zimizdan chiqayotgan shunaqa mesni paypolarimizni, ya'ni Opton bog'da, ya'ni bu zavodidan arzon bog'da olib foydalansangizlar dela bo'ladi ekan do'stlar. Aytilgan nomerlarga telefon qilib bemalol ma'lumotlarni olinglar. Bu ishxonamizni to'liqroq adreslarini bilsizlar, sirtqa chiqib ko'rsatib qo'yinglar. Qani ukam ketdik. Do'stlar, ishxonamizning daragi sizlar uchun ham o'ng ahvolda Qorasuv shahrimizning o'zida joylashgan. Bu joqqa o'shdan kelib, so'l joqdagi Qorasuv meriya, budan o'tib turib Qorasuv bozoriga jetmay, bu joqda aynan voyenkomat svetofor deb qo'yadi, ya'ni Qorasuvda o'ng joqdagi voyenkomat ishxonasi. O'shani oldindan o'ng joqqa kiravizda, o'ng joqqa bo'lgan ikkinchi ko'chamiz. Yo'lning so'l tarafida limonatindagi marketga naproti joylashgan o'ng joqdagi ko'chaga bosib turib, ishlar yursangizlar, yo'lning so'l tarafida sizlarga aytib o'tgan ushbu ishxonamizga kirib qolasizlar do'stlar. Bo'ldi, bildinglar, aytilgan nomerlarga chalib, dag'i bir so'rovlar bo'lsa, ma'lumotlarni olib, yengilab kelib ishni qilinglar do'stlar. Barakasini bersin. Al-Sotkaji kanalimizda janob sizning xizmatingizda.